Edubaza saytida interaktiv taqdimotlar, dars slaydlarini qanday foydalanamiz? Asosiy bo'limda bizda dars taqdimotlar degan joy bor yoki menyudagi darslar degan joyni bosamiz. Mana shu yerda bizda interaktiv darslar slaydlari chiqish boshlaydi. Hozir 400 ga yaqin mavzuda juda ham bir-biridan qiziqarli bo'lgan yuqori sifatli taqdimotlar bor. Har biri 17, 18, 20 sahifali taqdimotlar. Bular bilan darslaringiz juda ham qiziq o'tadi. Keling, birorta taqdimotni slaydini ko'rib chiqamiz. Qanaqa ishlaydi o'zi slaydni qo'yadigan oyna. Bu yerda filtrlarimiz bor. Barcha darslar, mening darslarimda siz yaratgan darslar turadi. Xarid qilinganlarda esa siz qaysidir ustozlarning darslarini sotib olsangiz, o'sha darslar turadi. Barcha darslarda biz kerakli sinfni tanlab, masalan, keling, 7-sinf tarbiya fanini tanlaymiz. Mana. Va bu yerda bizda mana shunaqa taqdimotlar chiqishni boshlaydi. Mana. Keling, mana shu daxldorlik degan taqdimotni ko'rib chiqamiz. 7-sinf tarbiya mavzusi. Ishga kiramiz. Bizda taqdimot bor. Ko'pgina taqdimotlar ustoz tarifida ishlaydi. Edubazada ko'pgina taqdimotlar ochiq, bepul dostupda bor va ba'zi bir taqdimotlar boshqa ustozlar tomonidan qo'yilgan bo'lsa, darslar sotilishi mumkin. Shunga qarab bu yerda siz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Demak, dars sahifasida biz tanishimiz mumkin bo'ladi. Necha sahifali dars bu? Nima haqida mavzuyimiz? Qisqacha yozilgan izohi. Bu qaysi mavzu, qaysi chorak, qaysi haftadagi dars? Mana bu joyda bizda kalit so'zlari va eng muhimi darsni ichki sahifasini shu yerda ko'rish mumkin. Mana shunaqa darslardan, sahifa listlardan iborat bo'ladi. Keling, bu darsni ichini ochib ko'ramiz. Darsni boshlash tugmasini bosamiz va darsda mana shu ekran bilan biz to'liq dars o'tishni boshlashimiz mumkin bo'ladi. To'liq ekranni ochib qo'ydim va bizda taqdimot chiqishni boshlaydi. Endi qisqacha ekranimizni tushuntiraman. Bu yerda bizda Edubaza darsni tugatish asosiy oynamiz. Bu yerda o'yinlar, timer, masalan bu timer nimaga kerak bo'ladi? Siz topshiriq bergan bo'lsangiz, boshlash orqali timerni ma'lum bir soniyalarga o'rnatib, doskada katta qilib qo'yib ishlash mumkin. Mana shunaqa. To'xtatamiz. Diqqat degan tugma, agar o'quvchilarga gapirayotgan bo'lsangiz, sizda ekranda slayd ko'rinmay turadi, o'quvchilarning e'tibori chalg'imasligi uchun. Va eng muhimi doska degan tugmamiz. Doskani bossak, bizda slayd ustiga yozish imkoniyati paydo bo'ladi. Kerakli rangni tanlashimiz mumkin. Mana bu joydan qalamni qalinligini tanlashimiz mumkin va shu yerda slayd ustiga yozishimiz mumkin bemalol. Mana. Kerakli yozuvlarni aylantirib belgilashimiz mumkin. Mana shunaqa qilib. Demak, doska sifatida slaydni ustida ishlab ketish mumkin. Yopsak, bu yozuvlar o'chadi va keyingi qadamlarga o'tish mumkin bo'ladi. Taqdimotlarimiz sun'iy intellekt yordamida, lekin darslik asosida mukammal tayyorlangan, ya'ni bu yerda ma'lumotlarda xatoliklar yo'q, chunki kitobdan olingan ma'lumotlar. Istalgan mavzuni kirib darslik bilan bemalol solishtirib ko'rish mumkin. Mavzuni ichini ko'rib chiqing. Mana shunaqangi juda ham metodik jihatdan to'g'ri tayyorlangan slaydlar, chunki har bittasi o'quvchilarga savollar beradi. Masalan, mana bu joyda so'ralgan, agar siz Bahramjonning o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lar edingiz? Buni o'quvchilar bilan bemalol sinfda muhokama qilib o'tsa bo'ladigan darslar. Mana. Rasmlar juda ham sifatli. Har bitta sahifada o'quvchilarni mulohaza qilishga undaydigan savollar, muhokamalar bor. Mana. Befarqlik haqida. Mana shunaqa. Demak, darslarimizni ichini bemalol savollar va testlar, kvizlar bilan ham boyitishimiz mumkin. Va dars yakunlagan paytimizda bizdan darsni baholash so'raladi. Bemalol darsga baho qo'yib, izoh yozib qo'yishimiz ham mumkin. Mana. Xo'p, to'liq o'yindan chiqamiz, darsimizni tugatamiz. Xuddi shunday, siz bu darslar bo'limida bemalol o'zingiz ham taqdimot darslarini yangi dars yaratish orqali, kerakli sinf, fan va mavzularni tanlash orqali mana yaratishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu joyda.